Endi zavornoy pirojnilarim o'xshamaydi deb bahona topolmaysiz. Chunki bu safar hamma sirlari bilan ushbu shirinlikning tayyorlanishini sizga ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib ishchi qaynatma xamir tayyorlashdan boshlaymiz. Gazga qo'yiladigan tega qalin idishga 150 ml dan suv va sut, 120 gram sariyog', 2 osh qoshiq shakar va yarim choy qoshiq tuz qo'shib, sariyog' eriguncha o'rtadan past olovda qaynatishimiz kerak bo'ladi. Sariyog' erigach, unga oldindan yelangan 180 gram unni solib, xamirni taxminan 2-3 daqiqa aralashtirib turgan holda pishiramiz. Barcha pishiriq va taomlarim o'xshab mazali chiqishi uchun men doimgidek turon unlaridan foydalanaman. Pishgan xamirni boshqa idishga bo'shatib, aralashtirib turgan holda ozgina sovutib olamiz. Asosiysi xamirni harorati tuxum qo'shganimizda pishib qolmaydigan bo'lishi kerak. Tuxumni xamirga bir donadan qo'shib, har birini yaxshilab aralashtirgan holda birlashtiramiz. Tuxum soni katta kichikligiga qarab o'zgarishi mumkin. Men o'rtacha kattaligiga, ya'ni 65 gramlik tuxumlardan foydalandim. Menda 6,5 dona tuxum yetarli bo'ldi. Tayyor xamir yaltiroq, quyuqligi mana shunaqa lopatkadan osonlikcha oqib tushmaydigan, uzilganda uchli bo'lib uzilib tushadigan bo'lishi lozim. Xamir bundan suyulib ketmasin, bo'lmasa profiterollarimiz cho'kib chiqadi yoki ichi pishmay qolishi mumkin. Xamirni fransuzcha yulduz nasadga qo'yilgan qopchiga joylashtirib, pishiriq qog'oziga yulduzchalarni siqib chiqamiz. Agar aynan shunaqa nasadkalar bo'lmasa, konditor qopchani uchini kesib, oddiy chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Xamir quyganimizda diametri 3-4 sm bo'lishi kerak. Shunda pirojnilaringiz chiroyli chiqadi. Uchli chiqib qolgan xamir barmog'imizni suvga botirib to'g'irlab qo'yamiz. Pirojnilarning ustida shakarli ko'richkalar bo'lishini xohlasanglar, xohishga ko'ra ozgina shakar upasidan sepsanglar bo'ladi. Profiterollarimiz 170 darajada qizib turgan duxovkada usti chiroyli qizargunicha 35-40 daqiqa pishiriladi. Mana profiterollarimiz ham pishib chiqdi. Ustilari yaxshi pishgan, yengilgina, ichlari bo'm-bo'sh bo'lib turibdi. Endi bu profiterollarimiz uchun krem tayyorlasak bo'ladi. Muzda 400 gram uy qaymog'iga quyultirilgan sut yoki xohlasanglar qaynab quyultirilgan sut qo'shamiz. Men bu safar zaychikka mazali qaynab quyultirilgan sutidan 200 gram ishlatdim. Ketidan 1 choy qoshiq vanilin shakarini ham qo'shib, krem quyilguncha mikserlaymiz. Juda ham mazali mayingina krem tayyor. Endi profiterollarimizni ichini ushbu tayyorlab olgan krem bilan to'ldirib chiqamiz. Krem quyayotganda ko'p quyib yubormaslikka harakat qilinglar, bo'lmasa kremi ko'payib, xamirning mazasi yeyotganda uncha bilinmay qoladi. Pirojnilarning ustini shakar upasi yoki xohishga ko'ra boshqa ko'rinishda bezatishingiz mumkin. Men eritilgan shokolad va maydalangan xandon pista bilan bezatib oldim. Juda ham chiroyli, mayin, yengil, eng asosiysi esa rosa ham mazali pirojni bo'ladi. Siz ham albatta ushbu retsept va ko'rsatmalarimga rioya qilgan holda tayyorlab ko'rib, unga baho bering.